Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar, yaxshimisizlar? Bugungi siyosat maydoni suhbat programmamiz xush keldinglar. Bugungi programmamizda Turkiyaning Istanbul shahrida yashab turayotgan vatanparvar shoirlarimizdan Seyit Nisa Luqman xonim bilan o'tkazgan suhbatimiz huzuringlarda bo'ladi. Seyit Nisa xonim, siz shu 5-yil vaqasiga qanday qaraysiz? Bu vaqtdagi o'z ko'z qarashlaringizni biroz televizor ko'ruvchilarimiz so'zlab bergan bo'lsangiz. Bu qıtımki 5-iyuldaki vaqa Xitoyniki özünün qanchalik vahşi, qanchalik qatil, qanchalik qonxumar olduğanligini xarakterini dunyoga yana bir qitim oshkorladi. Xitoyni tanımagan millat bunun bu qıtımki rezilligininki qatilligining qonga ne kadar amroq bo'lganligini yana bir qitim ko'rib o'tgan bo'ldi. Biz Uyg'ur xalqi, biz unutilib ketgan bir millatlik dunyoda bizni tanımaganlar bu qıtımki vaqa bilan Doğu Türkistan'da bilmeydiganlar bildi. Uyg'ur xalqini anglab bakmagan, Uyg'ur xalqini bilmeganlar bir qıtım bildi. Xitoy zalimlarniki ne kadar rezil, ne kadar qatil, jallat olduğanligini bütün dünya öz gözü bilan ko'rdi, öz qulog'i bilan tuydi. Bu vaqaning o'tirg'i chiqqani nihoyat obdan bo'ldi. Chunki bizning xalqimizniki ko'rgan zulmini bir Allohdan boshqa, biz o'zimizdan boshqa hech kim ko'rmagan. Bu qıtımki vaqada millatni o'yg'atmak, millatning Xitoy jallotlari bo'lgan o'chmanligini, intiqom tuyg'usini texmi o'yg'atdi. Gerçi biz ziyan tortdik, ammo ruhiy tarafdan biz jiq foyda oldik. Chunki millatimizning ruhi juyildi, temizlandi. Demak, vatan toprog'ini qon bilan temizlatmakdan boshqa hech qanday yo'lning yo'qligini his qildim. Ben Xitoy jallotlariga bo'lgan qahri g'azabimni she'r orqali ifodalash bilan buni sizlarga huzuringizga taqdim qilishni tushundim. Seni ey klassik qatil Xitoy, qatilliging yutqay seni. Sen ichgan shu qoni yosh zahar bo'lib tutqay seni. Mazlumga qilgan vahshiyliging lahang bo'lib yutqay seni. Saxtılık hiligarligin çayan bolup çaqqay seni, namussuz pasıqlığın külkebi tozutqay seni. Digentin öz tarixinde ezildik Üççön tağının astıda, amma bizni aldın özengdak bir qara tağının astıga. Qaldık bugün biz vahşilik kem zulüm teğinin astıda, akıbet özen qalarsan qısas teğinin astıda. Bizge qılgan jallatliging ham tağ bolup azgay seni. Çünkü insan bolmagazsan insaniyetga haqarat eyledin. İnsanlıkning javhiri haqqaniyetni dassab çeyledin. Bolgatqsan hayvandim battar adalatni dapsanda eyledin. Haqqa aşık bir millatga asaratni rava eyledin. Qılgan aşu zalimliging cehennemge atqay seni. Bu dünyada en güzel cennet-u rızvan ülkede, başladın qatilligingni seni yaşatkan ülkede, taşı toprak kanğı toldi bu şehidan ülkede, tağ partiler qahru gazapdin yangınğı tolgan ülkede, bizge qılgan zulüm külpet ateş bulup yaqqay seni. Tarix guvadır asır boyu qanğı toymaz aç gözlügün, aldamçılık, bulangçılık, işgalçılıkka düşkünlügün, faşistlik hem vahşilik yaşaştiki her şunluğun, güçlükten ölgide korkup acizgi qılgan qanxorluğun, ahiri balay afet garga atqay seni. Uxlamay körgen şundur dünyani qılmakka qamal, mazlum elni qul qilishqa qilsangmi hardam şum xiyal. Özünü mengu hüküm dep eylisangmi ham xiyal. İlahi güç bergey sana an korkunuç dahşat saval. Haqqi qılgan qar yüzlügün palaket darga asqay seni. Kargı gelmez rezilligin hem melulluğunun kalkını, g'arq qilg'isi sendek yavuzni ahu bariyat taşqini, kül qilg'isi sen qanxumarni intiqamning yang'ini, taqdiring vayronilik ham yer birli yaksan qalg'ini,
jallatliging halakatlik yo'qolishga atqaysini. Xitoy kommunistlari 60 senedən beri bizni her xil yollar bilan ezib kelgan bolsunmu, millatga ruhi tarafdan, yani siyasat arqali millatning ruhini her tarafdan qamal qilib bizni ezib kelgan bolsunmu, ammo hozir qadar jallatligini uncha ular oshkor qilmagan. Yani her tarafdan harakat arqali, har xil siyosiy harakatlar arqali Uyg'ur xalqini yo'qotishga uringan bolsunmu, ammo biz Uyg'ur xalqining jasoratini bu qadar ko'rib baqqan emas. Ama bu 7. ayının 5. gündeki vakada Uygurlarını ham xiyal çağlap bizge hiç nima kılanmaydı dep oylagan. Ama Uygur halkının ki içindeki özüge boğan gazap nefret, özüge boğan kattık intikam tuygusunu yani bir kıtım köygen boldu. Ama bizden kançılık kırgın kıgan bolsa mı, kançılık katliam kıgan bolsa mı, ama Uygur halkının ruhideki milli öçmenlik, milli intikam, öz vataniga bo'lgan sodiqlik, öz diniga bo'lgan sodiq vafokorlikniki kuch qudratini yana bir qitim ko'rgan bo'ldi. Gerçi bizni yo'qotish mumkin, ammo milliy ruhimizni asla yo'qotolmaydi. Bizning milliy ruhimiz barkan, Allohga bo'lgan sodiqligimiz barkan, dinimizga bo'lgan, Qur'onimizga bo'lgan düşkünligimiz, hem onunla boğan kalbimizdeki sadıklık varken bizni bunundaki sanımızı yokatsın mı? Ama ruhimizni tekimi güçlendirdi. Bunun için Xitay'nınki bizni bütünlay yok demendigini bütünlay ham xiyal. Herkes bizni yoktanmaydı deydiğen bir ümit varlığım var. Belki Uygur halkının içinde mi? Bu kıdımki kallık vakada uxlavatkan gaflet yatkanlarını bir kıdım uykudan gafletin uyandırdı. Millatni texmi özünün milletiga bo'lgan, vatan toprog'iga bo'lgan sodiqligini, vafokorligini, vatanparvarlik ruhini texmi yuksaltdi va uyg'otdi. Bu harakat bizning Xitoy bizni qanchaki qirg'in qilsimi, qanchalik zulm qilsimi, zolimning qanchalik zulmi borsa, mazlumning u qadar ahi vardır. Bizning intiqomimiz buningdan texmi kuchaydi. Hem bu kıdımkı vakada Uygur halkının ruhu bir kıdım jüyüldü, paklandı. Biz vatan toprağını kan bilen alımız, nobosumuzu kan bilen pakızlayımız. Bu hareket yani bunundaki mi yana her xil hareket bilen bizni ezişke, katli kılışka belki tayarlık kılıvatkandı. Ama bizden yoqtish mümkün emas. Çünkü bizden yanımızda Allah var, Kur'an-ı Kerimimiz var. Bizdeki milli ruh, milli vatanperverlik varken biz en ahirde vatanın toprağını Xitay işgalçılarının kutkuzup bayrağımızı bir gün vatanga qadaymiz deydigan bir ümit varlığım var. Hürmetli Sidnisa Hanım, siz yakından bu yan, yani bu şu Xitay hükümetinin Uygurlar üstünden elip beriyotgan qirg'inchilikqa qarshi ko'plagan she'rlarni yozib kelyapsiz, ham bu yerlarda e'lon qilinyapti. Bu she'rlarni yani qanday bir sharoit ostida yani yozasiz, bu haqda biraz to'xtalgan bo'lsangiz. Men mamlakatda Xitoylar bilan barabar yashab, ular bilanki bosqisi altında yaşaganligim uchun azaldan Xitoyga bo'lgan g'azab nafratim her narsadan nihoyatda kuchli bo'ldi. Bu qitimki Xitoyning qirg'inligini men bu yangilik deb qaramayman, chunki tarixdan beri bizga qilib keldik, ammo eng vahshiylikni bu qitim o'zi dunyoga o'zining vahshiy xarakterini, jallatlik, qotillik, içki his duygusunu, içki özünün qandaq bir millet olğanlığını dünyaya aşkarladı. Xitayga bo'lgan bu qatilliklar, memleketteki qirg'inlikni gerçi ko'zim bilan ko'rmagan bo'lsam-mu, bu yerdagi televizyondagi o'lgan shahidlarimizningki jasadlarini, to'kilgan qonni ko'rgandan keyin men azaldan yuragimdagi ularga bo'lgan g'azab nafratimni buning bilan birlashtirib yozib chiqdim. Burunmu memleket yazışını oylagan ama imkaniyetimiz, şaraitimiz yoktu. Çünkü hemimiz bilimiz uyada undaq bir ağız Xitayga karşı gap qilish mümkün emas. Onun için gerçi eğer bu şiirini vatanda yazılgan bolsam, millet bu şiirlerimni anlagan bolsa, mening bu şiirlerimni milletga bir texmi jasoratlantirish, Xitayga bo'lgan g'azab nafratini texmi kuchaytmak uchun, g'aflat yatqanlarni uyg'otmak uchun yozgandim. Ama bu şiir vatanga baramidi, ama miyadagi millet ve başkalar arkalık bu
internet orqali dunyoga e'lon qilindi, ammo mamlakatdagi xalqim angladimi, anglayamadimi uni bilmayman. Ammo mening qalbim hech qachon to'xtab qolmaydi. Son nafsimga qadar bu she'r yozishni men davom qilaman. Mening bu she'rlarim Xitoyga qarshi bir jang e'lon qilish, ya'ni bir ma'naviy savaş e'lon qilish, urushish, Xitoyning yuragini titratish, ularga bo'lgan millatimning g'azab nafratini, intiqom, qisas tuyg'usini taxim kuchaytirish ham ularga to'ntish uchun men bu she'rlarni yozishga majbur. Rahmat Setisa xonim. Sizce hazır şu Türkiye hükümetinin şu Uygurlarga nisbeten kılıvatkan gamkorluğunu yeterlik dep qaramsız. Bu haqda biraz to'xtalib o'tgan bo'lsangiz. Türk hükümeti eğer qo'ldan kelsa bizga askar kirgizishni arzu qilgandi deb tushunaman, ammo Türkiye'nin boshida bir sürü dard var. Çünkü ular bizni bu qadimgi qatliamda gerçek bir jasorat bilan qatliam, yani soykırımı degan gapni bizga bütün dunyoga oshkor, biz Türkiye hükümetinin bu lafning chiqishi bilan bizga destek verganligini, bizga ne kadar qarindoshlikni ko'rsatganligini o'yladim. Agar ularning qo'lidan kelsa Xitoyga qarshi bir askar kirgizib urush qilg'isi va ammo Türkiye'nin boshida Kürt masalasi, ya'ni PKK bilan urush masalasi bo'lganligi uchun Türkiye bizga yardım etsa, Xitoylar Kürtlarga yardım etish orqali qilman deb ularni tahdid ostida bo'lganligi uchun bizga boshqa bir narsa qilolmaydi deb o'ylayman. Ammo ularning yuragini biz tushunamiz. Can ko'ngli bilan bizga yardım qilg'isi va bizga jiq shafqat, marhamat ko'rsatyapti. Bu qadimgi qatliamda Türkiye'nin har qaysi viloyatlarida, masalan Erzincan, Erzurum, Konya qatorliq viloyatlarda aynı bizga o'xshash namoyish qilib Xitoyga qarshi qattiq g'azab nafratini bildirdi. Bunun qaraganda Türk xalqining, Türk hukumatining bizga bo'lgan shafqat, marhamati va yaqinlik his tuyg'usining, qon qarindoshligining qanchalik yuksak bo'lganligini ko'rdim. Ko'p rahmat sizga. Zaynira xonim, o'sha Erik televiziyasi orqali Uyg'ur xalqiga aytgan qanday bir yurak so'zlaringiz bor? Bizning xalqimiz azaldan qahramon millat, jasoratlik millat. Diniga, Allah'a, Kur'an'a en sadık bir millet. Yani vatanga bo'lgan mehr muhabbeti nayeti güçlük bir millet. Bu qadimki katliamda xalqimizning kuch qudratini, jasoratini, vatan toprağıga bo'lgan, bayrog'iga bo'lgan qanchalik sevgi muhabbetini obdan ko'rdim. Gerçi bir insan bo'lsa-mu, televizyonda ko'rdik, Xitoy askarlarining oldiga, yani qo'rqmadan ketib, tanklarning oldiga bir ayolniki kökrak gelip mangallıqını görüp ben bu milletimden nahayet ümidim takımı güçlendi. Takımı milletimde ümit bağken, cesaret bağken, kelgüsüdeki vatanın müstakilliğine, bayrağına bağlan sevgi muhabbetinin qanchalik güçlüklüğünü, işençinin qanchalik yüksekliğini gördüm. Bu cesaret, bu sevgi muhabbet mengü tügümeydi dep oylayman.